uncha-muncha boy insonlarni ham cho'ntagini quritib yuboradigan mexanizm mana shu bo'ladi. Kvadrat hovlimni soya va shinam joyga aylantirish necha pulga tushadi? 3 ta mexanizm misolida hozir sizga tushuntiraman. Lekin 3-chi aytadigan mexanizmim boylarni ham cho'ntagini quritib yuboradi. Ko'pchilik qo'yishga qurbi yetmaydi. Birinchi mexanizm bu oddiy soyabon, 95% materialdan ishlangan. Buni qo'lda ochib yopasiz. Kvadrat metriga taxminan $12 dan $50 gacha bo'lishi mumkin. Ikkinchi mexanizm an'anaviy pergola mexanizmi. Bu mexanizm ham Turkiyadan keltiriladi. Tagida chiroqlari bo'ladi. Asosan terrasalarga va hovlilarga ishlatiladi. Buni kvadrat metri taxminan $170 dan $350 gacha chiqishi mumkin. Va uchinchi eng premium mexanizm bioklimatik pergola mexanizmi. Bu mexanizm 100% alyuminiydan tashkil topgan. Pult orqali boshqarasiz. Xohlagan paytingizda ochib, xohlagan paytingizda yopib qo'yishingiz mumkin. Uncha-muncha boy insonlarni ham cho'ntagini quritib yuboradigan mexanizm mana shu bo'ladi. Kvadrat metriga $450 dan $850 gacha chiqadi. Siz qaysi mexanizmni o'zingizni hovlingizga qo'ydirgan bo'lardingiz? Kommentariyada o'zingiz fikringizni yozib keting. Foydali infolarni yo'qotmaslik uchun profilimizga obuna bo'lish ham esingizdan chiqmasin.